Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Birinchi o'yindan boshlab O'zbekistonga xitoyliklar vizasiz rejimida kirishlari mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Birinchi iyundan boshlab O'zbekiston fuqarolari Xitoyga vizasiz safar qilishlari mumkin. Bunda muddat 30 kundan oshmasligi lozim. Vizasiz rejim o'qish, mehnat va media faoliyati bilan shug'ullanishga nisbatan tatbiq etilmaydi. Birinchi iyundan boshlab O'zbekiston fuqarolari Xitoyga vizasiz safar qilish imkoniyatiga ega, deya xabar bermoqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi. Qayd etilishicha, O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi o'zaro vizadan ozod qilish to'g'risidagi hukumatlararo bitim kuchga kirishi uchun davlat ichki proseduralari tugallandi. Ko'rsatilgan xalqaro shartnomaning qoidalariga binoan bitim 2025-yil 1-iyundan e'tiboran kuchga kiradi va u O'zbekiston va Xitoy fuqarolarining ikki davlat hududida o'zaro vizasiz safarlarga doir masalalarni tartibga soladi. O'zaro bitimga muvofiq tomonlar davlatlari fuqarolari ikki davlat hududlariga kirish, undan chiqish yoki tranzit qilish uchun har bir alohida bo'lish muddati 30 kundan oshmaydigan muddatda va har qanday 180 kunlik davr ichida jami 90 kundan ortiq bo'lmagan muddatda viza talablaridan ozod qilinadi. Bunda tomonlarning davlatlari hududiga har bir kirish va bo'lish muddati 30 kundan oshmasligi lozim. Agar fuqarolar 30 kundan ortiq qolishlari kerak bo'lsa, ular kirish vizasini oldindan olishlari lozim. Vizasiz rejim mehnat faoliyati, o'qish va media faoliyat bilan shug'ullanish, shuningdek, boshqa tomon vakolatli organlarning oldindan roziligi talab qilinadigan boshqa turdagi faoliyat bilan shug'ullanishga nisbatan tatbiq etilmaydi. Ko'rsatilgan bitim Xitoyning Gonkong va Mooka maxsus ma'muriy hududlariga tashrif buyurishga nisbatan amal qilmaydi.